Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomiz PTX Trimble'ni avtopilot texnologiyasi to'g'risida bo'ladi va ushbu stend misolida biz umumiy ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Komplektimiz PTX Trimble'ni universal komplekt hisoblanadi. Komplekt traktor tanlamaydi. Ya'ni xohlagan traktoringizni o'rnatishingiz mumkin. Bu Yevropada mahsuloti bo'ladimi, Xitoymi, Turkiyami? Xohlagan brenddagi, xohlagan kattalikdagi traktoringizga o'rnatib bemalol ishlashingiz mumkin. Ushbu komplektimiz antenna, displey, elektromotor va o'zini maxsus rul chambarigidan iborat. Antennamiz bu ham o'sha sun'iy yo'ldoshga ulanish va ham modul vazifasini bir vaqt o'zida bajaradi. Monitorimiz GFX seriyasiga tegishli. Bu ham universal monitorlardan hisoblanadi. Ichida ko'p funksiyalar jamlangan. Sifat darajasidan bu metal korpusga ega, shu jahon talablariga javob beradigan har xil o'sha suvdan himoya, changdan himoya barcha standartlariga bemalol javob beradi. Yangi avlod elektromotori, bu oldin SAM 200 motori ishlatilardi. Hozir bu yerda o'sha SAM 300 motori turibdi. Bu o'sha SAM 200 ni yaxshilangan varianti, ya'ni keyingi avlod variant motorchasi hisoblanadi va bu rulni o'rnatish nimaga kerak? Chunki biz traktorga o'rnatganimizda o'zini ruli yechiladi va rulevoy valga elektromotor o'rnatilib, uni ustiga o'sha maxsus rul qo'yiladi. Rulimiz ham o'ta sifatli yasalgan, ishlashlariga hammasi qulay, Trimble brendlariga ega. Elektromotorimiz ham temir korpusdagi, o'sha traktordagi 12 volt elektr tizimida bemalol ishlaydi. Monitorimiz asosiy bizni o'sha komplektni boshqaradigan qurilmamiz. Bu Android tizimiga asoslangan va o'sha o'zini Trimble programmное обеспечение deymiz rus tilida, o'sha Trimble'ni PO'siga ega. Qisqa tushuntirib ketamiz. Hozirgi kunda aynan nimaga biz Trimble'ga urg'u beramiz? Chunki O'zbekistondagi ba'zi bir raqobatchilarimizdan farqli o'laroq bu komplektlarimiz sun'iy yo'ldosh tizimiga ulanib ishlay oladi. Ushbu antennamiz bemalol mustaqil ravishda sun'iy yo'ldosh tizimiga ulanib bizga o'sha aniqlikni yetkazib berish qobiliyatiga ega. Hozirgi kundagi raqobatchilarimiz bu texnologiyaga ega emas. Ular albatta komplektga qo'shib bazaviy stansiya deymiz, o'sha stansiyani qo'shib beradi. Endi bazaviy stansiyani o'ziga yarasha ustunliklari ham bor, o'ziga yarasha kamchiliklari ham bor. Kamchiliklardan biri bu doim uni quvvatlab turish kerak va daladan dalaga ko'chganda uni har safar sozlash kerak. Ustunlik tarafi yuqori aniqlikka ega bo'ladi, lekin sun'iy yo'ldosh tizimida ham o'sha aniqlikka erishsa bo'ladi. Bu sizga o'sha viloyat bo'ladimi yoki O'zbekiston bo'ladimi? Istagan hududingizda bemalol mustaqil ravishda hech narsaga bog'lanmasdan ishlash imkoniyatini sizga beradi. Yana bir ustunliklari bu bizni Trimble mahsulotlari ichiga dunyo bozoridagi barcha qishloq xo'jalik texnikalarini ishlab chiqaruvchi brendlarini modellari, parametrlari hammasiga kiritilgan. Shuni ko'rishingiz mumkin. Hammasini bemalol tanlab ishlatishingiz mumkin. Va bizni hozirgi kunda taklif qilinayotgan komplektimiz dala sharoitida, o'sha paxta ekinida markor desak tushunadi xalqimiz. Markorni 2,5 sm aniqlikda chiqarib berishga bizda qobiliyatiga ega. O'sha Sputnik signal yordamida. Agar stansiya o'rnatilsa, undan ham aniqroq darajada ishlasak bo'ladi. Stansiyamiz ko'pincha bizda katta xo'jaliklarga taklif qilinadi, ya'ni 5, 10, 15 va undan ortiq traktorga ega xo'jaliklarga taklif qilinadi. Fermerlarimiz uchun bu o'ylaymizki juda zo'r texnologiya, chunki o'sha mexanizatsiyaga urg'u berilayotgan paytda ushbu texnologiyani ishlatmasdan ekish ishlarini olib borsak, ertaga o'sha mahsulotimizga ishlov berish yoki o'sha mahsulotimizni terib olishda bizni ancha qiynaydi va yo'qotishlarga olib keladi. Agar siz ushbu texnologiyaga qiziqqan bo'lsangiz va o'rnatish istagi bo'lsa, O'zbekistondagi Raiffeisen kompaniyasiga murojaat qilishingizni so'raymiz.